Odamlar arazlashib yuradi. Yarash qiyomatga qolmasin, lodon. Qiyomatda kim nima deysan ikkovingdan? Bu ham arazda, bu ham arazda gaplashmaydi. Ikkovi bir-biriga tunday bu yoqda unisi Allohu akbar desa, bu yoqda unisi Allohu akbar deydi. Lodon, sen qo'l berib yarashib oldi, keyin namoz o'qi. Bilasizmi, birovga, mo'min, musulmonga arazda yurgan odamning namozini Alloh o'zini yuziga urishini. Qarangki, o'zi bitta odamni gapini ko'tara olmay, kechirmay yuribdi-da, o'zini 100 ming xato gunohi bor, Allohdan meni gunohimni kechir deyapti. Bu mantiqqa to'g'ri keladimi? Sen qara, bitta odamning gunohini kechira olmayapsan. Sen qancha gunoh qilgansan Allohga? Alloh qarab turgan. Zinoni ham qilding. Harom bo'lgan narsani ichding, yolg'onlarni gapirding, manfaating uchun nima ishlarni qilding. Endi Xudo o'zini tanitib qalbingga hidoyat beruvdi, tushunding, bilding, Alloh haq, gunohlaringni tavba qilish kerak. Shuncha gunohingni Alloh kechirdi desan, senga urgandir yo so'kkandir yo bir kechirib yubor. Senikini Alloh kechirsin. Qiyomatga qolmasin deyilsa, qiyomat xuddi bir 1000 yillardek. Hali qiyomatgacha bor, keyin uzr etarman yo yarasharman. Ketib qolsa, yo u yo bu qiyomatga qoladi. Qiyomatga qoladi. Ayniqsa ig'vogarlar holi yomon bo'ladi. Ig'vogarning holi juda yomon bo'ladi. Bizda 70% insonlar ig'vo bilan g'iybat kasaliga giribtor bo'lib ketdi. Yig'inimiz, o'tirishlarimiz, biror amri ma'ruf deb uyiga chaqirsa ham g'iybat bilan tugatib olamiz. Ig'vo bilan tugatib olamiz. Qanaqa qilib tushuntirsak-kin, Alloh qarang, o'lgan o'luvni go'shtini yegan bilan bo'ladi alqim dedi. Nimaga duolar mustajob bo'lmayotibdi? O'zga o'z bir savol bering. Nimaga odamlarning duosi xalqimga o'lgan o'luvni go'shtini kirgizib yuboryapti-da, choy ichib o'tirib g'iybat qilib o'tirishibdi-da. G'iybat, ig'vo. Bittasi aytmaydiki, birodarlar, xalqimizni buzmaylik. Kim u?